Tövəndə mən bir torbikat qurğuchininki torbetning baş betini qandaq o'rinlashtirilganligi to'g'risida qisqacha dars so'zlayman. Bu UI darsininki, ya'ni Photoshopda yoki shunga o'xshash yumshoq detallarda betning andisini qurib olgandan keyin betning umum qurilmasini programma bilan qanday yozib chiqarganligimiz, ya'ni CSS kodini qanday o'rinlashtirilganligimiz haqida bo'ladi. Bu ham shu hozirgi betninki, bash betninki, dastlabki andisininki qurilmasi. Men buningda ham ba'zi bir uşaq kodlarni masalan oldingi qatimliq darslarda so'zlab bo'lgan kodlarningki tushuntirilishini so'zlamayman. Buni men burun so'zlagan darslardan CSS'da necha qismliq dars ishlab taqib bo'ldim. Shu darslardan ko'rib olsangiz bo'ladi. Men faqat betning o'rinlashtirilishi, shuning munosabatli narsalarni zo'r bo'lgan programmalarning tushuntirilishini ko'rsatib o'taman. Biz buning uchun Dreamweaver'ni qo'zg'atib olamiz. Mayli Dreamweaver bo'lsin yoki boshqa bir yumshoq detal bo'lsin, mana torbikat programmasi yoza oladigan, CSS programmasi yoza oladigan bir dona programma yozish qurolini qo'zg'atib olsak bo'ladi. Bu xanzuch ekan, bo'lsa inglizchani ishlatsangiz texnik yaxshi, inglizchasi uyg'urchani normal toniydi. Xanzuchda ba'zi bir ashundaq uyg'urcha qarta eks ta'sir beradigan ishlar bor. Buni ishlatmasanglar, inglizchasini ishlatsangiz bo'ladi. Endi ko'pincha bolalarningki xanzuchni normal ishlatadiganligi biz o'zimdan xanzuchga kunab ketganligimiz uchun xanzuch yoziqtikisini ochdim. Ondan mening kompyuterimning ichiga kirib bir dona hujjat qisqichqa, ya'ni sinaqdagi hujjat qisqichqa men image deydigan bir hujjat qisqichni va file deydigan bir dona hujjat qisqichni qurib qo'ydim. Bu betning yuzidagi o'zgarmaydigan muqim turgan rasmlarni saqlash uchun ishlatilgan hujjat qisqich. UI ga munosabatlik hujjatlarni, ya'ni rasm hujjatlarini saqlaymiz. File deganimiz betning yuzda ko'rinadigan, o'zgarib turadigan rasm hujjatlarini saqlash uchun ishlatildi. Men buni 18 ta hujjatni saqlab qo'ydim. Buni bir qancha tal qilib ishlatsangiz bo'ladi. Davrilash jumlasi bilan ASP kod qilib. Men bu yerda HTML kod qurganligim uchun shunga rasmni ko'proq qilib oldim, bet o'zgarishroq chiqsin deb. Yangidan bir hujjat qisqich qurib, buningga CSS deb ism berman. Ya'ni CSS hujjatlarini saqlash uchun. Ondan keyin bizniki hozirgi shu UI ishlashga munosabatli bo'lgan 3 ta hujjat qisqichimiz muvofiq bo'lgan bo'ldi. Buni xohlagancha ism bersanglar bo'ladi tabii. Qaysi ismni qo'llanishni xohlasanglar, o'zinglarning ism bilan qo'yamsizlar, torbitinglarning nomi bilan qo'yamsizlar, o'zinglarning ishi. Buning hujjatlar yoki hujjat qisqichlarining nomlari bexatarlikka nisbatan bek cho'ng ta'sir yetkazmaydi, shuni xohlagancha qo'ysanglar bo'ladi. Men buni doim ishlatilgan usullar bo'yicha qo'yib qo'ydim. Ondan keyin Dreamweaver'ni qo'zg'atib, yangi bet ochgan vaqtimizda bir diqqat qilgan yerimiz bor, ya'ni hujjatning HTML nashrini tanlaymiz. HTMLning qaysi nashr ekanligi men HTML5 nashrini tanladim. HTML tipli hujjat ochdim. Ondan hujjatningki bosh temasini o'zgartirib qo'ydim. Ya'ni www.ui.rom bo'lsin. Ondan buni saqlab o'tay. Shu sinaq degan o'ringa Falit HTML deb saqlab qo'ying. Chunki biz HTML hujjat qurmoqchi, Unicode qolatga HTML hujjati. Bu kodlarning hammasini men HTML darsida nihoyat tafsili so'zlagan, shu o'rindan ko'rsam bo'ldi. Ondan keyin yana yangi hujjat degan o'rindan CSS hujjatidan birini ochaman. CSS tipli hujjatdan birini ochdim. Buni qanday qilib birman, saqlab birman. CSS degan hujjat qisqichning ichiga my CSS deb saqlayman. My CSS. Endi hujjatni saqlab olganning yoqi default HTML ning ichiga buni ulab birman. Title'ning ostiga link orqali, ulash orqali mushu hujjatning o'zini ulab birman. My CSS ni ulab birman. Ondan keyin buningki rel orqali style sheet degan turni bekitdim. Ondan keyin types'iga text CSS ni bekitdim. Buni saqlayman endi. Saqlab o'taman default HTML ni. Ondan keyin bu hujjatni o'chirib o'taman, o'chirib buni bir qatam shu amaliy ko'rinishi bilan kod ko'rinishining orasida almashtirib etsam, bu yerga uning ulanmasi, ulangan hujjatning shakli chiqadi. Bundan keyin men CSS hujjatiga program yozmoqchi bo'lsam, shu o'rinni cheksam ham bo'ladi. Programningki yozilishi holati o'zi chiqadi. Default HTML ga yozmoqchi bo'lsam bu turni, bo'lmasa CSS ga yozmoqchi bo'lsam bu turni ijro qilsam bo'ladi. Ham CSS ga yozgan programma shu default HTML ning ichiga ta'sir ko'rsatadi. Endi biz torbikatning eng ustiga har qanday holatda marka, izlash va shuning bilan birga tema, ya'ni asos tema tizimlik, masalan, betda nimalar qo'yildi, darslikmi, filmmi, kinomi, kino bo'lsa qanday kino yoki shunga o'xshash turlarni bekitamiz. Men temani bekitmay turay, temani o'zinglar bekitsanglar bo'ldi, chunki men tema bekitish to'g'risida ko'p dars so'zlab ketdim. Xohlagan temalarni,
ya'ni serial tizimlik dedik, aylanma tizimlik dedik, uch ko'rinishli tizimlik dedik. Men bu to'g'risida xeyli ko'p dars so'zladim. Shularning ichidan qolgan birini bekitsanglar bo'ladi. Amma markani o'rnatishni bekitay. Markani o'rnatish uchun biz hujjat qisqartirishga imajdan chiqarsak, bu yerda marka ikki xil turdi. Birisi 001 PNG bu sal cho'ngroq. Mavsi logo PNG deganimiz biroz kichikroq. Buni PNG bekitishimizningki bir sababi bor. Chunki UI'da PNG tipli hujjat hosil qilgan vaqtimizda oqisini suzuk saqlag'ili bo'ladi. Hujjatning sig'imi kichik bo'ladi. Ko'rinishi tor bekatda nihoyat suzuk ko'rinadigan bo'lganligi uchun men shunga PNG tipli qilib saqladim. Hamda bu hujjatni bekitish uchun bu yerga bodyning ichiga, ya'ni asos gavdaning ichiga image src imagening ichiga kirib logo PNG ni tortib berman. Tortib bergandan keyin bu logo PNG degan hujjat mana shu yerda bekitilgan bo'ladi. Sinoqning ichiga kirib default HTML ni qo'zg'atsam, default HTML ninki holati bu xil holatda bo'ladi. Biroq buni bu xildan bekitib qo'ysak, betda buni kontrol qilishimizga muvofiq bo'lmaydi. Ya'ni chunki tor bitimizni ko'rgan tor ziyoratchisininki kompyuter ekrani cho'ng bo'lishi mumkin, telefonda ko'rayotgan bo'lishi mumkin va yoki bo'lmasa, masalan, har xil padlarda ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ekranning cho'ng kichiklik qarta bizning betimizda ba'zi bir o'zgarishlar yuz bergan vaqtida bet qochilgan ahvoli yuz berdi. Shunga men buni bir dona DIV ning ichiga o'rlashtirib qo'yman. Endi logoni yoki shuning o'xshash temalarni DIV ga o'rlashtirishninki ikki xil oddiy usuli bor. Bularni logoni o'rlashtirishning. Men birinchisida DIV shaklida bir narsa qurib qo'yaman. Yoki DIV ID bekitsam bo'ldi yoki class orqali bekitsam bo'ldi. Class my tema yoki bo'lmasa my menu desam bo'ladi. Eng yaxshisi tema deb olaylik. Tema deb qo'yaylik. Ondan bu yerda DIV ni oxirlashtirib qo'yaylik. Biroq bu DIV ni oxirlashtirganim bilan menga hech qanday bir ahamiyati yo'q bir DIV bo'ldi. Betni qilib yangilasam yana o'xshash, hech qanday bir o'zgarish yo'q. Sababi chunki biz CSS ning ichiga tema deydigan bir DIV ni tek qurmadik. Davos bu yerga DIV qurib berman. DIV quray avval. Tema deganimizning klass orqali tortdik. Masalan, oddiy qilib quraylik. Kengligini 555 px deb qo'yib turay hozircha. Egizligini 155 px deb qo'yay. Background colorsni mouse naq ko'rganligimiz uchun xohlagan bir rang tanlab qo'ydim. Ondan keyin betni yangilasam, bu yerda bir o'zgarish yuz berdi. Ammo bizningki asldagi betimiz, ya'ni xiyol qilgan DIV'imizda undaq emas. Betning ustidagi bu mark va o'rin qanday oq ranglik. Davos biz buni oq ranglik qilamiz. Background colorsni F bekitdim. Saqlayotgandan keyin betni yangilasam, oq ko'rindi. Biroq masala bu yerda. Agar biz betning oq ko'rinishini oq rangdan boshqa rangga o'tkazsak, qanchalik o'rin oq ko'rinishi mumkin? Qarab boqaylik. Betning oq ko'rinishini o'tkazish uchun biz bu yerda body. Men bu nimish qoldig'i chekit qo'ydigan, nimish qoldig'i chekit qo'ymaydiganni CSS ning darsini so'zlagan vaqtda so'zlab qo'ygan, qayta so'zlamayman. Background color. Men boshqa rangga o'tkazib boqay, boshqa rangga o'tkazdim, saqladim. Saqlagandan keyin endi bu betni yangilab boqay. Yangilasam, ya'ni mark qilgan o'rin meningki aslidagi UI'im bilan o'lchamlik chiqmadi. Buning sababi bundaq. Birinchidan ustida biroz orliq qolib qoldi. Ikkinchidan so'l qismida biroz orliq qolib qoldi. Agar men ma oq rangni butun kenglikni 100% qilib aytgan taqdirda bu tarafidan ozroq orliq qilish mumkin. Masalan, buni % bo'yicha olaylik, 100% oldik. Ham betni yangilasam, bu tarafidan orliq qolib qoldi. Bu butun umum betningki gavdasiningki har tarafidan orliq qoldigan bir ish bor ekan. Buni qanday bir taraf qilamiz deganda CSS kodning ichiga bunday bir program yozamiz. Margin 0. Ya'ni har tarafdan tashlatilgan orliqni 0 qilib qo'ysin. Orliq tashlansin degan ma'noni berdi. Hech qanday qimmat bermasak, o'zining avtomatik tashlaydigan qimmatni, xotirlab olgan qimmatni berib qo'yib, va shunday bir masala chiqib qoldi. Shunga buni margin 0 qilib bekitishimiz kerak. Ham betni yangilasam bo'ldi. Biroq sal kengroq ketib qoldi. Kengroq ketgan bo'lsa, men buni UI'dagi qimmat bo'yicha 99 birlik olib qo'yay. 99 ma'niki qimmat asli UI'da loyihalangan vaqtida 99 px qilib loyihalangan. Unda bo'lsa, men egizligini 99 px qilib qo'ydim. 99 px. Endi betni qanday qilib boqay? Bir qitim yangilab boqay. Ekeldim, betni yangilasam, endi o'lchamlik bo'ldi. Biroq meningki logorim qanday bo'lyapti hozir? Ustida biroz turilib bordi. Ya'ni mening qaraganda o'rinda o'xshamaslik bor. Shundaqmi? O'rinda o'xshamaslik bor. Unda bo'lsa, men buningki ostidan va so'l tarafdan tashlagan orliqni program bilan tanishishim kerak ekan.
Bunu təngşəş üçün tema degan DIV-dən padding taşlasanmı buludu. Yoki bo'lmasa ayrim holatda bir dona qanday qilma temaninki image, ya'ni temaning ichiga qistirilgan har qanday bir rasm marginsini ustidan 33 px, o'ngdan 0 px, ostidan 0 px, soldan 15 px tashlab bersin. Saqlab boqay. Mana qaytirish kodini urib o'tay. Saqlab boqqandan keyin hamda betni yanglab boqay. Yanglsam bekchib ketibdi, ustininki shunday-ku, ostininki yoki o'ng soldan bo'lgan o'xshaydi, men ustidan bekchib ketibdi, buni 15 ga kelib qo'yay. Ustimi 15 px olsun. 15 px saqlab etdim. Ham betni yanglasam muvofiq tangshildi degan gap. Ham buni qolgancha tangshaymiz albatta. Muvofiq o'rin o'zinglarning markasining cho'ng kichikligiga asosan o'zinglar tangshsanglar bo'ladi. Hamda men buning ostidagi e'lonni, cho'ng e'lonni bekitay. Cho'ng e'lonni bekitishdan burun albatta bu yerda tizimlik, tizimlash rayoni yoki bo'lmasa izlash rayoni degandek narsalar bor. Uni boshqa munosabatli darslardan ko'ringlar. Men image faylning ichiga bu yerga JPG deydigan bir narsani qo'yib qo'ydim. Bu narsani birdan DIV-ning ichiga kelib, DIV-ning oxir ko'rinish qilib, e'lon o'rniga saplab beray. Albatta bu yerga bir ayrim e'lon programmasi qo'shimiz, biroq hozir betning umum ko'rinmasininki osti qismini ishlash uchun albatta ustidan bitib chiqish kerak. Shunga shu hujjatni saplab qo'yib turman. Endi temaning ostiga bir dona qanday qildik biz? DIV qurdik. DIV-ni qurishdan burun DIV-ningki asli kodini CSS ning ichiga qurilishimiz kerak. Bunda vaqtida texnik yaxshi bo'ldi. Masalan, e'lon deydigan bir DIV qurmoqchi bo'ldim. Buning ismini xohlagancha bersanglar bo'ladi albatta. Buningki background'isi JPG degan rasm bo'lsin. Notepad takrorlangan bo'lsin, ya'ni birlam bo'lsin demoqchi. Undan keyin WebKit'dagi background size 100% bo'lsin. Mozilladagi ismi o'xshashlar. Background size 100% bo'lsin. Ammo shu ikki to'rko'rgich background size ni qo'llaydi. Overflow yani surgichni yoshirib o'tma. Har ikki tarafdagi surgichni, yani osti ustiga chiqilgan surgichni yoshirib o'tdim. Hozircha programni mushunchalik yozib turay e'lonning ichiga. Endi buni saqlab etgandan keyin ma o'rinda DIV ni qursam, DIV class deb yozsamlar e'lon degan tur chiqadi, menda qulay bo'ladi. Buni ekib qo'ydim hozircha. Saqladim, saqlagandan keyin buning egizlik kengligini bekitmadik, shundaqmi bir betni yanglab ko'rib boqaylik. Betni yanglasam hech qanday bir o'zgarish yo'q shundaqmi? Chunki buning egizligi va kengligini bekitmadik. Unda bo'lsa DIV ga kelib egizlik bilan kenglikni bekitib deyman. Egizligi, rasmning egizligi 485 px, shu rasmning egizligi bilan o'xshash bo'lsin. Kengligi 100% bo'lsin. Chunki betga to'lib chiqish kerak, 100% bo'lsin. Ondan betni yanglab boqay. Yanglasam, men qistilgan rasm bu o'rin qistiriladi. Betni cho'ngaytsam da kichiklashsam da masalda maslashib mangadi. Buningda masalan betninki background size ni bekitib etganligimiz uchun shu DIV qanchalik cho'nglikda bo'lsa, rasm shunchalik cho'nglikda kengaydi. DIV bo'lsa betning cho'ng kichikligi qarta avtomatik holda kengligi kengayib mangadiganligi uchun egizligi masalati o'zgarib mangadi. Shunga bu bilan maslashib degan. Endi programning ichiga kirib men ma'nodagi backgroundni olib etdim. Chunki buningki bo'lishiningki yoki bo'lmasligininki bizga zaruriyati yo'q. Bizning background colorimiz, ya'ni bodyning ichidagi background color oq bo'lsin bo'laverdi. Shuning bilan betni yanglab boqay. Yanglasam, bu yerga asosiy narsalar eletildi. Ondan keyin men buning ostiga bir dona DIV quraman. Bu DIV 1 bo'lsin. DIV 1 yoki 1 deb yozib olsak bo'ldi. DIV ning 1 DIV bo'lsin. Birinchi DIV demoqchi. Birinchi DIV bo'lsin. Buningki background colorsi F7, F8, F3 bo'lsin. F7, F8, F3. Ondan keyin buningki egizligi 469 px olsun. 469 px. Kengligi biz umumiy persentni 100% hisoblagan to'q 33'te 33%, yani 3 tal vektor qolganimiz uchun 33% bo'lsin. Ondan buning to'g'rilanishi flatsi o'ng tarafdan to'g'rilangan bo'lsin. Right. O'ng tarafdan o'rilishib kelgan bo'lsin. Ham buni bekitib etgandan keyin men mushu DIV-dan bir qanchani mayaga e'lonning ostiga bekitaman. DIV class
DIV 1. Axırlaşdırdım. Oxşaşlar muş DIV-den yana birini mavi o'ringa bekitdim. Astığı olsun. Ondan keyin ma'nın astığımı birini bekitay, bunu saqlab etdim. Saqlab etganning yoqi betni yengilsam, bu yerda bundaq bir surgich chiqdi, hamda qarasam bu yerda 3 dona o'xshash bir ranglik narsa bo'lganligi uchun bilinishimda, unda bo'lsa men DIV-ning ichiga, ya'ni DIV 1 ni ma'ni DIV 2 ga qilib qo'yay, DIV 2 ga. Unda bo'lsa ma'ni qanday qilib ko'chirib DIV 2 ning cho'ngligi qog'oyalar o'xshash bo'lishi kerak. DIV 2. DIV 2 dedik. Faqat oq ko'rinish rangi FF bo'lsin, ya'ni oq rang oltida bo'lsin. Ondan keyin ma'nini saqlab etdim. Saqlab etganning yoqi betni yenglab boqay. Qarasam mana 1, 2 o'zaro farq chiqdi deganda. Farq chiqqandan keyin biz ham buni ASP kodi bilan bir taraf qilgan vaqtimizda avtomatik holda bir taraf qilsak, texmo o'lchamlik chiroyli chiqadi degan gap bu. Davrilanayotgan sondagi o'zgargich qiymatning qimmati 2 ga butun bo'lansa DIV 1 ni tortib yoki 2 butun bo'lansa DIV 2 ni tortib degandek ashundaq program o'rnatsak, masalan butun bo'lanmagan vaqtida birni, butun bo'langanda birini tortib shart qo'ysak, vaqtida undan keyin betning yuzi bu xil holatda chiqadi. Masalan bu betdagi oq, seriq, oq seriq holatga chiqishi mana mushuningdan bo'lgan.